بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصل على محمد وصحبه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırdaşlarımız, hemmimizge Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti ve dünya ve ahiretlik nurluk çırağı boğan Kur'an ve hadisinin hidayeti yer bulsun. Maksat biz temilik tefsir asasında Allah Subhanahu ve Taala'ga halis ibadet kılış doğruluk. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala bizge kandak bişaret ve buyruklarını bergellikini sizlerge otturu koymakçı. Bu buyrukların birisi burunqi derslikte sözlep ötüldü. Yani hemmedin muhimi Allah Subhanahu ve Taala'ga yalğız şirik yok deb ibadet kılış. Çünkü Allah bizni ve bizning bunqi ota-bobolarimizni ve hazır kadar kelgen barliq insanlarni yaratganligini ve hemmimizning Allah Subhanahu ve Taala aldığa hesap bergili bardiganligimizni Allah Subhanahu ve Taala bizge özge ibadet kılıp halis iman eytip şirk keltirmey Allah Subhanahu ve Taala'ga samimi itiqat qilishga dalil qilib pokit qilib ko'rsatdi. Yani ilgirkilarning hammasining dunyoni qo'yib ketganligi Allah Taala aldığa hammamiz hesap bergili bardiganligimizning pokiti. Tövende mana şu Allah Taalaga halis ibadet qilish to'g'riliq yana Allah Taala Qur'oni Kerimde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deb Sure Fatiha'da biz her kıtım okugan namazımızda her bir rekatte qayta tekrar okuyduğun surede sağlam itiqat kılıp kulçuluk kılımız ve sendilla yardım talep kılımız. Yani itiqat ve kulçuluğumuzni sağlam halis kılımız. Sana hiç nersini şirik keltirmeymiz ve her kandak nersinin ilgisi sen boğaçka sendillam yardım talep kılımız. Xuddi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni bir hadiste yaşka sen yardım talep kılmakçı bolsan Allah Subhanahu ve Taala'dan yardım sora diyen hadistikidek fakat sendillam yardım talep kılımız diyen manımı şu ifade manımı şu güzel yol ırıqni Allah Subhanahu ve Taala bizge İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyen kısqı bolgan mezmunluq Kur'an-ı Kerim'nin durdanı cavahiratlarını bizge Allah alahide tavsiye kılgan. Ama biz her rekat namazımızda okuş arkalık tız ötüp ketadigan, lekin bizni alahide muşu İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ibaret muşu Allah Taala'nın buyruğu, Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi karta yolruğu bizni her vakit agahlandırdı ve bizning hayatlıkka kelişimiz ve yaşamımızdaki asası maksatni mana şu ayet ifadalab turadi. Xuddi biz hayotlikqa keldik
hayotlikda cho'qim bir g'oya maqsad bor. Masalan, bir o'quvchi maktabda o'qibdi. O'quvchining cho'qim bir maqsadi bor. U bo'lsa-mu imtihondan o'tash. Chet ellarga chiqib safar qilganlarning, hijrat qilganlarning bir maqsadi bor. U bo'lsa-mu Baytullohil Haramni haj qilish yoki Allohning dinini erkin icra qilish va Allohga erkin ibodat qilish va Allohning dinini ustun qilish. Shuningdek, har qandaq bir musulmonning va har qandaq bir insonning dunyoga yaratilishda Allah subhanahu va taolaning bir g'oyasi va u bo'lsa-mu Allah subhanahu va taolaga ibodat qilish, qulchilik qilish. Bu hammamizga uzundan biri ayon bo'lgan, hammamiz ko'p anglagan so'z bo'lsa-mu, xuddi daryoda suvjiq bo'lib qolsa, ya dengizda suvjiq bo'lib qolsa, bu dengizga qaramagandek bu so'z ko'p ogohlantirilgan, lekin bizning vujudimizga sing'ishi bularni hozirgi davrdagi musulmonlarning ko'p sonligiga sing'ishi kam bo'layotgan bir haqiqat. Hammamiz zodi Alloh taolaga qulchilik qilish, Alloh taolaga samimiy bo'lish, Alloh taolaga ibodat qilish ekanligini, bizning g'oyamizning asosiy muhimi mush ekanligini haqiqiy bilishda, haqiqiy tuyishda, haqiqiy tushunishda bilsak edik, hozirgi ko'p sonliq g'aflatimizdan uyg'ongan bo'lardik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu durdona gavhar so'zini Qur'oni Karimning himish takror qilingan oyati sura Fatihada sog'lom qulchilik qilamiz va sendillam yordam talab qilamiz deb Muhammad alayhissalatu vasallamga tushirgan mushu sura Fatihada bizga mu'minlarga, bularni Allohning qullariga alohida tavsiya qilish orqali Allohga xolis cho'qinib, xolis Allohdan yordam so'rashni har doim o'zining asos qilishga buyurdi. Qarindoshlarimiz, biz Alloh subhanahu va taolaga sağlam qulchilik qilamiz va sendillam yordam talab qilamiz deb Allah subhanahu va taolo qilgan qulchiligimizni o'z ixtiyorligimiz bilan, o'z muhabbatimiz bilan qabul qilamiz. Chunki biz Allah subhanahu va taoloning Alloh xolis ishonguchi mu'min qullari. Allah subhanahu va taologa dunyodagi hamma narsa qul, hamma narsa Allah'ның məxluqı. Hamma insan Allah'ның bəndisi. Müslüman bolsun, kafir bolsun, Yahudi bolsun, münafıq bolsun, murtad bolsun, hammasi Allah'a qul. Lekin muşu Allah Taalaga qul bo'lganligini sezgan insonlar, muşu dünya insonlaridan kim desa, Allah Taalaga haqiqiy xolis ishonguchi mu'min qullar ondan Allah subhanahu va taolaga qul ekanligini sezganlar. Mana shu Allah subhanahu va taolaga xolis mu'min qul ekanligini sezganlar to'g'riliq Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna Rahman taolaning mu'min qullari yer shari ustida mangsa Allah subhanahu va taolaga bo'ysunib, Allohning buyruqlariga o'zini tuvan tutib yer sharida yuridi dedi. Ya'ni bular zamin ustida Allah taolo qarshilik qiladigan, mutakabbirlik qiladigan, o'zini cho'ng tutadigan insonlarga o'zini iloh qilib, qonun siyosat belgilab, tajovuzchilik qilib yashaydigan emas, dinsiz kommunistlardek, Yahud xristianlardek, balki Allohning buyruqlarini ijro qilib, Alloh qul bo'lib, insonlar oldida har bir inson Allohning quli deb, har bir muomalada
özünü töven tutup yer şarida Allah'ның buyruklarını icra kılıp yaşaydı dedi. Yine bularga ve iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ularga bilimsiz insanlar gap qılıp işlerge taqassa ular sizlarga salomatchilik bo'lsin deydi. Ya'ni bular kafirlarning, jahillarning, bilimsiz azg'unlarning yetkizgan aziyatlariga sabr qiladi. Demek insonlarni jannatga kirgizish uchun dunyoning har qanday bir o'tiga kirishga, har qanday bir xafalıqda qaynashga, har qanday yomon aziyatga ushishga ular baddaşlik beradi. Ular o'zlarining Parvardigori uchun kişilerini sayda qilgan holatda, qiyamda turgan holatda o'tkazadi. Yani ular vallazina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ular bizning Parvardigorimiz bizden cehennem azabını yiroq qilgin. Bizni cehennem azabını saqlagin. Cehennem azabı bak ig'ir azab deydi dedi. Yani o'qigan her bir namazlarda, her bir dualarda bular do'zax azobidan saqlanadigan, Allah'ның rahmetini dunyoda mı oxiratda mı keltiradigan yaxshi ishlarni qiladi va yaxshi duolarni qiladi degan bo'ladi. Demek mana biz mush yuqoridagi sağlam qulchilik qilib ibodat qilamiz va sendillah yordam talab qilamiz degan Allah subhanahu va taologa ibadet ve kulçuluğumuzda mı boyuşunadagan, yer şarida yaşagan her bir hareketimizde mi Allah subhanahu ve taolaga boyuşunadagan, Allah buyurgan amellerini kılıdgan, Allah Teala'nın peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselam yaratkan İslami ahlakını özümüzün hayatında emilleştirdigan, Allah subhanahu ve taala çürgen vahiy ilahi nur hidayetini özümüzün hayatında emeli programı kılıp Allah subhanahu ve taolaga ibadet kılıdgan Allah'ın mümin kullarından buluşumuz için Allah subhanahu ve taala manmış ayette bizni alahide kılıp buyurdu. Endi Allah subhanahu ve taala muşu İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyen sağlam kulçuluk kılımız, sendillam yardım talep kılımız diyen muşu buyrukni qilishdan burun Allah subhanahu ve taala elhamdülillahi rabbil alamin barliq güzel maqtash olamlarning parvardigori Alloh xos deb Allah subhanahu ve taolaning osmon zimindagi hamma narsalarga yaxshilik qilganligini, ularni tarbiyalab o'stirganligini, ularga payg'ambar berib hidoyatga boshlaganligini, ya'ni ilohiy bo'lgan rahmatlarini, ilohiy bo'lgan ne'matlarini so'zidi. Undan keyin Ar-Rahmanir Rahim deb mush osmon ziminning ilohi bo'lgan qudratlik, haybatlik ulug' Allah tövbe qilib qaytganlarga rahm qiladi, shafqat qiladi, ham hayotlikdagi har bir narsaga uni talab qilmasima rahmat qilib amaliy rahmatini ularga tushirganligi ni bayon qiladi. Ya'ni Allohning rahmati g'azabining oldi ekanligini, Allah subhanahu va taolaning rahmatini deb har qanday bir inson pushaymon qilib, tövbe qilib, kechirim darvosini açıp Allah tarafiga qaytib kelsa, ularga rahim qildiganligini. Undan keyin Maliki yevmiddin. Allah hayotlikdagi hamma narsani yaratibdi, hammaga rahim qilibdi, hammaga mehribonkan deb Allah subhanahu va taolaning rahmati, Allah taolaning hidoyatini izlab to'g'ri mangish uyoqib tursin, Allohni ko'zga ilmaydigan, payg'ambarlarni ko'zga ilmaydigan, vahiy ilahiyni ko'zga ilmaydigan İslami da'vatchilarni, islomiy hidoyatni, Allohning nur hidoyati, Qur'on hadisni ko'zga ilmaydigan jahil ozg'unlarga Allah subhanahu va taala qiyomat kunining egisi, ya'ni sendin Allah hisob olalaydi deb o'zining haybatini Allah subhanahu va taala hisob olalaydigan qahhor sifatini, g'olib hamma insonni tutalaydigan sifatini Allah musurida bayon qildi. Amma musbatlarning hammasini g'ayb shaklda bayon qildi. Bizning iddimiz, fikrimizga Allah subhanahu va taolaning osmon va zaminda qo'ygan pokitlar orqali Allohning yuqorqi sifatlarga ega ekanligini bizga g'aybiy shaklda bayon qilib bo'lib,
ondan keyin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sağlam kulçılık kılımız ve sendillam yardım talep kılımız dangla. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nı nah oldunlarda koyunlar. Çünkü ilgirki kudreti var. Asman ve zeminni yaratkan, hem narsiga merişafqat qilgan, qiyomat kuni hisob oladigan shu Allah kech kunduz sizlarni nazorat qilib turadi. U faqat sizlarning ko'zinglardan maxfi al-batin, az-zohir, barliq pokit badallari bilan sizlarga oshkora shu Allohni nah oldinglarda qo'yib turib, qalbinglardagi aqli bo'lgan, iymoniy bo'lgan ko'rishdan iborat Allah'ın azimeti, kudretini, tonugallık, körgellikini tüpeyledin. Ey Allah sen bizim aldığımızda biz sana çokunup kulçuluk kılıp seydi kılımız. Senin buyruklarına boyşunumuz, yer şarada sen çürügen nur hidayet ve buyruklarını yürgüzümüz. Sen toskan bağırlık yaman, bağırlık küfre, azgulluk, zalaletlerini yanımız. Dep sana nah meydanda aldığımızda sen bizni körüp durursan dep seni aldığımızda koyup çokunumuz dangla. Seni aldığımızda koyup senden bir narsireyimiz dangla. Xuddi bizningki Uyg'ur tilida va har qanday tilda sen degan gap oldiki bag'ishiga deyiladi. Shuningdek, ey Allah sen bizning oldimizda faqat bizning bu ojiz ko'zlarimizdan maxfiy bo'lgani bilan sen doim o'zingning qudrati, haybati, dunyoda qo'ygan barliq dalillaring bilan oshkora deb seni Allohni o'z oldinglarda qo'yib turib Allohga cho'qininglar deb Allah Subhanahu va taolo bizga shundoq qo'yib turib Allah Taolani ko'z oldimizda iymoniy ko'zimizdan ko'rib turib çoğunuşumuzga buyurdu. Qarindoshlarimiz, endi mushuni payg'ambar alayhissalatu vassalam Jibril alayhissalatu vassalamning payg'ambar alayhissalatu vassalam qishig'iga kelib o'rgatgan hadisida alohida bayon qildi. Bunda bayon qildi? İhson degan nima ey payg'ambar alayhissalom menga javob bersizlar deb Jibril alayhissalom so'raganida payg'ambar alayhissalom deyki: "An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Sen Allah Subhanahu va taolaga Allohni ko'zing bilan ko'rgandek ibodat qilgaysan. Agar sen Allohni ko'zing bilan ko'radigan bo'lmasangmi, Alloh seni ko'rib turadi. Undaq bo'lgan ekan, sen Allah Subhanahu va taolani ko'zing bilan ko'rgandek ibodat qilgan deb payg'ambar alayhisalom Jibril alayhisalomga shunday javob bergan. Ya'ni mu'minning ko'nglida bir iymoniy ko'rish bo'lib, bu ko'rish mu'minning ko'zi bilan ko'rgan har qanday ko'rishdan g'olib keladi. Mu'min ko'zi bilan ko'rgan narsada xato kesib ketadiki, qalbida ko'rgan iymoniy ko'rishda xato ketmaydi. Ya'ni kul qalbi, vujudi, ruhi bilan Allah Subhanahu va taolani ko'rgandek ve Allah Subhanahu ve Taala'nı nah oldida hozir bo'lgandek Allah Subhanahu ve Taala uchun namoz o'qiydi. Allah Subhanahu ve Taala uchun ro'zasini, Allah Taala uchun zakat beradi. Allah Subhanahu ve Taala uchun da'vat qiladi. Allah Subhanahu ve Taala uchun jamiyatga yaxshi energiya, yaxshi axloq tarqatadi. Allah Subhanahu ve Taala uchun yomonlikdan yanadi. Kufri, fahishbozlik, zinoxo'rlik, günah ma'siyat her qandaq İslamga ve Müslümanlarga ziyan saladigan fikri fitneden yeniş her qandaq bir yaman iştin yenişten ibaret barliq ibadetlerini Müslümanlarni afv qilish, yamonlikdan to'xtash, yaxshilikka yordam berish her qandaq xususiy bo'lgan, ya'ni Allah Subhanahu va taologa belgilab bergan xos bo'lgan namoz, ro'za, zakatdek ibadetler ve umumi bo'lgan barliq insonlar bilan bo'lgan muomaladagi har qandaq shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy, davlataro har qandaq munosabatlardagi barliq muomalalardagi umumiy ibodatlarning har qandag'ida hammasida Allah Subhanahu va taoloni ko'rgandek ibodat qiladi. Shuning uchun mu'min qarindoshlarimiz mu'minning qalbidagi iymoniy ko'rish har qandaq ko'z bilan ko'rib dunyoda shu ko'z bilan ko'rgan moddaga ishinib ketayotgan barliq ozg'un dinsizlarning yashayotgan hayotidan farq bo'ladi. U qalbida Allohni ko'rganlikdan, Allohning azmat dalillarini ko'rganlikdan, Allah Subhanahu va taolaning hidoyati, Allohning oldidagi jannat dozixini ko'rganlikdan mu'min
namoz o'qigan vaqtida, Allohning oyatlarini o'qigan vaqtida, jannat ya do'zaxning oyatlarini o'qigan vaqtida yuraklari titrganlikdan, jannat oyatlarini o'qisa jannatga kirgandek bo'ladi. Do'zax oyatlarini o'qisa do'zaxdan qo'rqib, do'zaxdan yiroq turishni o'ylaydi. Allohning azamat, qudrati, haybat oyatlarini o'qisa, Allohning oldida o'zini tuvanchoqlab yaşayan her bir hayatida, her bir yerde Allah Subhanahu ve Taala'nın eyminip yaşaydı. Kalpleri daim Allah Subhanahu ve Taala'nın kudretinden, Allah Subhanahu ve Taala'nın azametinden eymin geldikinden daim titrep, irip, Hudayi Taala'ya yalvarıp, Hudayi Taala'nın dünyada mı, ahirette mi, rahmetini, tilep, azabının yirak duruşunu maksat kılıp yaşaydı. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bundak müminler doğruluk Kur'an-ı Kerim'de ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen methaniye takşeirru minhu culudullezine yakşavne rabbahum thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah sözünün en güzelini sürdü. Dünyadaki en güzel söz kaysıyken Kur'an-ı Kerim. Kitaben muteşabih kitap kılıp yani ma'nolari maxfiy bo'lgan, kitap qilib oqmaqa o'qiladigan sura Fatihani tushirdi. U Qur'oni Karimni o'qiganlikdan o'zining Parvardigoridan qo'rqqan mu'minlarning terilari qo'riladi, ondan yuraklari yumshaydi, terilari va yuraklari yumshaydi, Allohni asliganlikka deydi. Demak, biz mush Qur'oni Karimdagi Allah Subhanahu va Taala'nın ayetlerinden yürükimiz eğirip titreydiğen, közlerimizden yaş dökülüp Allah Subhanahu ve Taala'ya yıkılıp seydi kılalaydiğen, Allah'ın buyruklarına boysunup mağalaydiğen, toskallarını yenip Allah Subhanahu ve Taala'ya kulçılık kılalaydiğen bolsak, manmış ayetteki sağlam ibadet kılımız ve sendillam yardım talep kılımız diyen muşu ayetke hakiki emel kambulumuz kırnaşırımız. Undaq bolsa, bugündün tatip her birisimizi kıldığan tavsiyemiz nima dese, Allah Subhanahu ve Taala'ya seydi kılgan, Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet kılgan, Allah Subhanahu ve Taala üçün her qandaq lazım bolgan bir yaxşı işni kılgan vaqtimizda Allah'ni köz aldığımızda badep kılalaydigan bolsak, anın haqqi ibadetinin bizden kütken maqsadını joyida icra kılgan bolumuz kırdaşlarımız. Şuna, bizning mesela Kur'an talavat qilganimiz ibadet, ders ügetkinimiz ibadet, kişilerini yaxşılıklı başlığınımız, imanlıkını tosqınımız ibadet. Meyli fenni ilim bolsun, ya ki dinli ilim bolsun, bir ilimni ügünüp şu arkalık dinni qo'llasak, dinni üstün qilish, yo'lda mansak, ya şu maqsadda ügensek, şu ibadet. Kişilerini, ularga açığımız kep turup, ularni afi qilib o'talisak ibadet. Xuddi Allah bizni afi qilishni yaxshi ko'rgandek, bizim başqalarning afi qo'talisak, biz mi başqalarga yomonlik qilib salgan bo'lsak, ulardan kechirim so'ray olsak, mushuning hammasi musulmonlar birligi, islohot uchun hammasi ibodat qilishimiz. Ibodat deganimiz, maxsus joynamoz oldi o'tirib, Allah Subhanahu va Taala xolis qildigan ibodatlarni o'zgaradi. Hem shundaqla ijtimoiy hayotdagi barliq Allah Subhanahu va Taala'ni rozi qilishga yetaklaydigan umumiy ibodatlarni o'zgaradi. Ya'ni islom kişilerin şahsi hayat programısı ve Allah bilen bo'lgan aloqa hayat programısı ve insanla alakası hayat programısı. Bu kişideki her qandaq işlerini Allah rızalık için kılgan işimizden hammasi ibadet. Ve Allah Subhanahu ve Taala tosqan barliq yaman şirk, küfür, etiqad, yaman işlerden, rezil kılmışlardan, rezil ahlaklardan, her qandaq eskiliklerden yangınımız, şunun hammasi Allah şundan bolsa hammasi ibadet. Mana bu şunun hammasini Allah sağlam sen bizden aldığımızı görüp turibsan, sağlam qulchilik qilamiz ve senin mush yaxshiliklarni qilishga senin yardımını tilaymiz. Yamanlıklardan yenishqimi senin yardımını tilaymiz ve bizning düşmanlarımız, din düşmanları bizden neçesi kuchliq, şu kuchliq bo'lgan düşmanlarning bizi qarta yamanlıklardan saqlanish, ularning ustidan g'olib kelish, izilgen milletlerine, izilgen Müslümanlarına, izilgen yurtumuzni, izilgen yo'qolgan barliq huquqimizni qaytirish, islomiy bo'lgan har qandaq bir erkinlikimizni qo'lga keltirish uchun sizlardan ey Allah oldumuzu turatibla o'zining qudrat va o'zininki barliq poktirlar bizning
qalbimiz uchun o'zlaridan yordam so'raymiz. O'zlaridan doim rahmat so'raymiz, o'zlaridan g'alaba so'raymiz deb Alloh subhanahu va taologa naq maydonda Alloh qulchilik qilib, Alloh taologa ibodat qila olsak, mana bu bizning mush oyatga joyida amal qilganligimizni bildirdi. Ya'ni sağlam qulchilik qilamiz ey Alloh va sendan beri taraf qilamiz degan mush oyatga haqiqiy amal qilganligimizni bildirdi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo mush oyatga amaliy amal qilg'ilishi bo'g'ishlarni nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.